Assalomu alaykum aziz muxlislar. Vitiligo kasalligida melaninni tiklovchi dorivor damlamalardan sizlarga bir nechtasini tavsiya qilamiz. Birinchisi, bir osh qoshiq dalachoy barglari va gullariga 1 stakan qaynoq suv quyilib 30 daqiqa damlanadi. Dokadan o'tkazilib, ovqatdan so'ng 1 osh qoshiqdan har kuni 3 mahal ichiladi. 3 haftadan so'ng 1 hafta dam olinadi va muolaja takrorlanadi. Davolash muddati 4-5 oy. Ammo qon bosimi yuqori bo'lganlarga dalachoy qaynatmasini ichish qat'iyan man qilinadi. Ikkinchisi, bitta limon sharbati, tuxum oqi, yarim osh qoshiq shakar va yarim stakan suv bilan aralashtiriladi. Tayyor aralashma paxta bilan toza oq teriga surtiladi. 20-30 daqiqadan so'ng teri iliq suvda ho'llangan paxta bilan artib tozalanadi. 1 qism dalachoy gullari, 2 qism barglari, 4 qism zaytun va 1 qism kungaboqar moyi bilan aralashtirilib, mahsulot salqin va qorong'u joyda 1 sutka saqlanadi. Keyin u dokadan o'tkazilib, hosil bo'lgan bo'tqa oq dog'lar ustiga 15-20 daqiqa davomida qo'yiladi. Muolaja 7-10 kun davomida har kuni 2-3 martadan takrorlanadi. Uchinchisi, qirg'ichdan chiqarilgan yer qalampir ustiga qaynatilib, xona haroratigacha sovutilgan suv 1:10 nisbatda quyiladi. Tayyor mahsulot bilan oq dog'lar bor bo'lgan joylar artiladi. Va to'rtinchisi, ravoch mavsumida ildizidan siqib olingan yangi sharbati biror oziqlantiruvchi krem bilan aralashtirilib, oqargan joyga surtiladi. Shuningdek, qulupnay yoki yertut mevalarini ham shunday krem qilib surtsa bo'ladi.